do'stlar, sizlar bilan DLSMV. Hop, bonuslarni olib qo'yamiz. Mana do'stlar, sizlarga o'tgan videomda Dream Points'lar yig'ish haqida video joylagan edim. Mana buni bu yerdagi Dream Points'lar beradi. Dream Points'larni olib qo'yasizlar. Va mana bu yerga o'tib turib, mana bu yerda mana olmos ham ishlatmadik, tekniga beradi. Bunday olib qo'ysangiz, match o'yinlardan oldin. Hop do'stlar, bu yerda Arag'o 80lik kartasi ham tushib ketdi. Xo'sh, bugungi videomizda mana bu yerdagi ozmuncha to'plab qo'ygan kuchaytirgichlarni ishlatamiz. Balki biror futbolchimiz full bo'lar yoki yaxshi darajagacha kuchaytira olsak yaxshi bo'lar edi. Ronaldo va Haaland full holatiga keltirishga harakat qilamiz. Agar ular ikkalasiga tushsa, qani demak birinchi bo'lib hop do'stlar, video olinmoqda. Demak, kuchaytirishni boshladik. Birinchi bo'lib fitness kuchaytirgichlardan boshlasak. Bizda David Alaba'ga tushmoqda. Birinchi kuchaytirgichimiz. Yana bir fitness bersak. Cristiano Ronaldoning tezligiga tushyapti, bu yaxshi. Bizga Haaland va Cristiano Ronaldo ko'proq tushgani yaxshi. Bu videomizda shu kalasini full qilishga harakat qilamiz, lekin yana bir bor David Alaba'ga tushmoqda. Darajasiga yaxshi bilan. Hop, Militao'ga tezlanishiga tushmoqda. Tezlanish 78 bilan bo'lib ketdi. Hop do'stlar, do'stlar shu videoni shu yerda pauza qilishga majburman. Hop, bundan hozir bizga kerak bo'lgan futbolchilar bor ekan. Yaxshi ham ularga tushmayapti. Ularni sotib yuborib, keyin videoni davom ettiramiz. Videoda pauza qilishga majbur bo'ldim. Hop do'stlar, bizga kerak bo'lgan futbolchilarni sotib yuboramiz. Bizga kerak emas bo'lgan futbolchilar rostasidan chiqib qolgan ekan, buni sotib yuboramiz. Mana bu yerda sariq kartali bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni ham sotib yuborayman. Hop, mana bu yerda biz bu yerda hozir fitnessga sotib yuboramiz.
Hop do'stlar, mana bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni sotib yubordik. Endi kuchaytirishlarni ham boshlasak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bizga Ronaldo, Lewandowski va Hollandga asosan tushgan yaxshi. Qolgan futbolchilarni keyinchalik kuchaytirsa ham bo'laveradi. Demak, fitness kuchaytirgich berayotgan edik. Va Hollandning tezligi tushdi. Yaxshi bu. Bu yana bir fitness. Bu Bukayo Sakaning tezlanishiga tushmoqda. Ajoyib 88 bo'ldi. Endi texnika bir ko'ramiz to'rtda. Lewandowskining pas darajasiga tushdi. Yaxshi. Koksu Bukayo Sakaning pas darajasi 89 bo'ldi. Ajoyib futbolchi Bukayo Saka. Arsenalning ajoyib o'ng qanot hujumchilaridan Alabaga tushdi yana. Asosan Alabaga tushmoqda kuchaytirgichlarimiz. Fitness beramiz endi. Yana Bukayo Sakaning STR darajasiga tushyapti. Texnikadek. Luis Diazning bir tushdi. Yana bir fitness bersak. Robert Lewandowskining kuch darajasi 91 bo'ldi. Yana 91. Texnika beramiz endi. Robert Lewandowskiga yana pas darajasiga tushdi. Fitness bersak, Cristiano Ronaldoning nazoratiga tushmoqda. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, bunday qiziqarli videolar hali oldinda. Albatta uni full holatga keltiramiz birgalikda. Albatta buni obunachilarimizdan biri YouTube olish mumkin. Albatta Telegram kanal hozir yuritishga harakat qilaman. Yursam shunda unga ham obuna bo'lasizlar va unda ham shartlar, o'yinlar bo'ladi. O'shanda ko'pgina akkauntlar sotiladi, beriladi, bonuslar bo'ladi. Shuning uchun meni doimo kuzatib boring, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Texnika berdik. Alabaga bu videomizda ko'p tushmoqda. Mayli. Hollandning tezligi tushdi. Koksu 77 bo'ldi. Fitness beramiz. Negadir bugun videomizda Alaba full holatga kelib qolsa ajablanmaysiz, chunki video boshidan beri David Alabaga asosan kuchaytirgichlarimiz tushyapti. Albatta bizda yetarlicha kuchaytirgichlar yo'q, lekin keyingi videolarga ko'proq qilib yana full holatga keltirishga harakat qilamiz, kuchaytiramiz. Sekin video qilib, qism qilib kuchaytirib boramiz. Endi yana texnika bersak ham bo'laveradi. Bukayo Saka 90 darajali reyting bo'ldi bitta. Ajoyib Bukayo Sakadan bemalol 6 ta 100 chiqarsak bo'laverar ekan. Yana omadli bo'lsa agar yana katta gapirib qo'ymay 6 ta fitness berib beramiz. Bukayo Sakaga ajoyib. Yaxshi ketmoqda Bukayo Saka. Bu videoda ko'p ham Robert Lewandowskining
darajasiga tushmoqda. Bu videomizda ko'p ham bunaqa kuchaytiruvchilar ishlatmaymiz. Video cho'zilib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi qism, ikkinchi qism qilib bitta sizlarga taqdim etaman videolarni. Ko'k suv yaxshi shu darajasiga tushmoqda. David Alabaning to'p nazorati 70 bo'ldi. Texnika beramiz. Ko'k suv yana asosan bilgan masalan ko'k suv Alaba sarkalarga qolgan futbolchilardan ko'proq tushmoqda. Menimcha biror marta Militao tushmadi. Tushdi. Luis Diaz tushdi. Ronaldoga ham tushmoqda negadir. Biz pul holatga keltirishimiz kerak bo'lgan futbolchilarga nega tushmayapti? Mayli. Keyingi videolarimizda boshqa Chesney va Kelyor Navslarni ham pul holatga keltiramiz albatta. Mana bu yerga yashil kartali futbolchilarni to'ldirib tashlaganimizdan keyin chunki bu borada bolalarni sotib yuborishimiz kerak. Keyin esa ularni va boshqa Chesneylarni pul holatga keltirishimiz mumkin. Demak, video davom etadi do'stlar. Yana bir ikkita kuchaytiruvchi sarflasak, yo'q yana 5 ta texnika, 5 ta fitnessdan keyin videoni tamomlasak ham bo'laveradi. Demak, texnika beramiz. Robert Lewandowskining shot darajasi 97 bo'lib ketmoqda. Ajoyib. Do'stlar, video olinmoqda. Fitness bersak. Robert Lewandowskining kuch darajasiga tushdi. Fitness beramiz. Cristiano Ronaldoga yana bir bor kuch darajasiga tushmoqda. Fitnesslar berib boramiz birinchi. Mana yana David Alaba 77 tezlik. Erling Haalandning to'p nazorati 83. Texnika berib olamiz. Cristiano Ronaldoning shot darajasi 90 bo'lmoqda. Eder Militao ham tushirgan-ku. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, chunki Robert Lewandowskining shot darajasi 98 bo'ldi. Bu videoda 100 qilib qo'ysak ajoyib bo'lar edi. Yana bitta va yana bitta 90 chiqdi o'zi Sakadan. Aytdim-ku men sizlarga, Sakani o'z tarkibingizga qo'shib oling. Chunki bu ajoyib futbolchi, ajoyib tarzda kuchayishi mumkin. Va do'stlar, shu joyda videoni yakunlashga qaror qildim. Bu video birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-5 ga ham, 5 taqsimga ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, chunki bu qolgan qismlarni qanday kuchayishini o'tkazib olmaslik uchun. Rahmat, sizlar bilan dalasima bo'ldi.